Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Ebu Hamid el-Ghazali rahmetullahi aleyna Bidayetul Hidaye, Hidayet'in mukaddimisi yaki Hidayet kullanmışı namlıq kitabının biz 3 kısmı bölüngen. Evvel 2 kısmını okup bulduk. Biz bugün 3. kısmını okuyumuz. Bu 3. kısmı Halik ve halayık bilen boğan xilma-xil muamille, münasibetler qanda boludu. Muşaqtiki bir kısım Gazali'ninki köz qaraş nazariyesini okup çıkıyoruz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh şundaq deydi: "Ey insan, sen bilsen hakikaten muqim halatında bolsun, sefer, uyku, uygaq, hayat ve mamat basqıçlarında bolsun. Senden minut sükunet ayrılmaydıgan, davamlıq sana hemra, asli sen gamguzar Halıqındır." Çünkü Allah Subhanahu ve Teala min esligen zatının men hemraymen, dostu men degen. Navada kalbin kaçan gamkin, gamnar, kalbin sunuk halette, kılmışların ve ötmüşlerin gam koygan halette, Perverdigarımın hakkını men ada qıp bulamadım dep gamkin turpaqqın. O vakitte senin birden bir hemrayın şu Allah'tır. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala mundaq deydi: "Menin sebebimden kalbi sungun tuğallarının huzurdu men" deydi. Eğer sen Allah'ını hakiki revişte tonusan, Allah'ını sen ayrılmaz dost kılıvagan bulattın. Kişilerini bir yakka kayırıp koygan bulattın. Davamlıq sen Allah'ın dostu Allah ile boğan bulattın. Eğer sen bütün vakitlerinde Allah'ını dost tutuşqa qadir bolanmasan, ondaqda meyli keche, meyli gündüz vakitlerde Xuda bilen ötküzdiğen ma'lum bir vakit ajrat deydi. Muşu vakitlerde Xudaga munajat qilish arqılık bir qalb huzurun tapqın. Ondaqda bu vakitte sen Xudaga qandaq hemra buluş, qandaq dost buluş, bunun münasibetlik bir kısım kaide yosullarını öğrenişin lazım. Bu İslam'daki kaide yosulları tövendikçe özünde töven tutuş, bütün gam endeşlerini bir noktaga joğlaş, jimjit turuş, azalarını nayet temkin aleti salmak alette turuşun zor. Allah'ın emriga boysungan, nehiysidin yangan, takdirge itiraz bildirmesdin, davamlıq zikri qilgan amalasida, davamlıq fikir qilish kerak Xudoni bu paytlarda. Haqni izlaydigan, haq Taala'nı ko'zlaydigan, mahluqatlar, haloyiqlardan umidsiz holatda, yani beparvo holatda bo'lishi kerak. Xudoning haybati ostida Xudoga bo'lgan o'zining bir bo'ysunish, tazarru holatini ifodalash kerak. Haya ilkide bir xil sungun bo'lishing kerak. Allah'ın kapaletiga cheksiz ishongan holatda aql va hil mikirlarning sabablaridan o'zingni xoli tutishing kerak. Bu so'zningki sharifida munda mazmunlar bayon qilingan. Allah Subhanahu ve Teala sana bir rizq kepildi. Bizning rizqimizga Allah o'zi kepil. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de yer şarida medirilgan her qanday canlıqning rizqi Xudoning ustiga etgan. Osmon zaminning Parvardigori bilan qasamki, o Allah haqdir deydi. Undaqda Xudoning kepilligida shak yo'qdir. Xudo va'dasiga vafo qiladi. Buningda shak shubhi yo'qdir. Undaqda sen Allah'a shak shubhini, isyanını davam etemsen, İslam'ın akıbetinden yana endiş kılamsen dedi. Müşrik bolsunmu bir sarrapqa işinsen, memnun bolsan, o kepil boğaçqa, Perverdigarıga kepil bolmamsan deydi. Demek Allah Subhanahu ve Teala'nınki fazli merhametiga tevekkül qilish, Allah Teala'nın özünün xahişi ve iradesini yaxshi tunuş, şu Allah'ın ixtiyarı bo'lgan bizning tushancimizning muqimlishi bu muhim nokta.
Mana yuqorida degan adab qoidalarining hammasi sening kechar va kunduzdagi sening shuaring, belgang, mash'aling bo'lsin. Mana bu senden her vaqt ayrılmaydigan, Xudo bilan bo'lgan hamrohlik, do'stlik adab qoidasi. Ammo bütün sen bilan birga yashayotgan xaloyiq ma'lum vaqt o'tgan vaqtida bular sendan cho'qim ayriladi. Bu so'zinki hoshiyasida mundaq mazmunlar keltirilgan. Ba'zi mashoyixlar mundaq debdi-da: "Ey faqirlar, miskinlar, sizlar Allohni haqiqiy toniysizlar. Allah bilan bir ulug'lik his qilasizlar. Sizlar xoli bo'lgan vaqtinglarda o Allah bilan qanday bo'lasizlar, shuni qaranglar. Endi xalq va xalqning so'ronida o'zingizning bichora, miskin holatini ifodalaysizlar. Xudoga yaqin holatni yo'q. Azasi yo'q hech narsaga. Ammo sen xoli bo'lgan vaqtingda Xudodan boshqa hech narsa ko'rmagan ahvol ostida sen qanday insonsan, qanday odamsan? Shu vaqtdagi holatingga baq dedi. Agar navoda sen olimkensa, olim bo'lib qolsang, bu so'zinki sharifsida bundaq mazmunlar keltirilgan. Rivoyat qilinishicha, ashabi sufi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki Madina shahrida uy yo'q, yotadigan makon yo'q bir qism sahobalar bo'lgan. Bularning soni ba'zida 70-80, ba'zi 200, ba'zi 400 gacha yetgan. Bular masjidning ichini makon qilib bir sufida yotgan bular. Shuni buni sufi ahli deb ataymiz. Shu sufi ahlidan birsiga bir kavob qilib pishirilgan bir kalla hadiya qilinibdi-da. Amaliyat unati faqir, kambag'al, hojatmandkan. U boshqa bir do'stiga hadiya qildi. U boshqa birisiga yana hadiya qildi. Mushtaq qilib mana bu hadiya qilgan bu kalla dastlabda hadiya qilingan odamning qishiga berib qopti. Mana bu G'azzali bu avvalda so'zlash orqali bizning bugungi holatimizga selishtirma shaklda bu yerda tamsil qilyapti. Hozir qaranglar deydi G'azzali. Ulamolarning ishi ta'tir qanday olib ketib bordi. Qochadigan ish izdilindigan ish qochadigan ishga aylanib qoladi. Yani hozir ulamolarning qilayotgan ishni ayni vaqtda bular sahobalar qochdi dedi. Lekin bugungi kunda ulamolar sultonning ulamolari masalan buni izdab qilyapti, talab qilyapti. Dunyo aksichi bo'lib qolyapti. Ba'zan kishilarning deyishicha sahobalar 4 ishni bir-biriga ishtirishdi ekanda. İmametçilik, amanet, vasiyat, fatva. Fatva meselesi silibasa. Bilarmanlik qilmaydi ekanda. İmametçilik bo'lsa, sizlar o'qisizlar deb bir-biriga o'tindi ekan. Amanet bo'lsa, sizlar saqlag'in va amonatlar deb anodimi o'zini qochirdi ekan. Ya'ni ba'zi kishilarning deyishicha fatvoga eng oldiran odam ilmi to'van odamdir. Fatvani imkon qadar fatva berishga oldirmaydigan odam taqvo odamdir. Yoki boshqalarga fatva sunadigan odam taqvo odamdir. Sahoba tobiinlar mushu 5 ishda mashg'ul edi davomli. Biri Qur'on o'qiydigan, masjidni to'la obod qiladigan, Xudoni zikr qiladigan, amr ma'ruf nahiy munkardan to'sadigan mushta ishlar bilan mashg'ulda. Ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki tovandik so'zni anglagan. Çünkü her qandaq peygamberimiz deydi, odam bolasining har qandaq so'zi odamning ziniga ham foydasi bo'lmaydi degan. Ammo 3 ish insonning foydasiga. Bir yaxshilik buyurgan bo'lsa, bir yomonlikdan to'sgan bo'lsa, ya Allohni zikr qilgan bo'lsa. Bugungi zamonimiz günümüzde Facebook, Twitter, turli aloqa qurollarida masalan bizmi odatda masalan bundan xoli bo'lolmaymiz. G'aybat shikoyat, fitna qilish, o'sak so'z taqitish, bir ishni aniqlamasdan to'rdagi narsalarni darhol yo'llab o'tish, taqib o'tish mutamsil. Buning har bir yozilgan kalimaning, jumlaning qiyomatda cho'qim so'rqi bor. Allah subhanahu va taala mundaq deydi: ularning pichirlashlarining ko'plarida yaxshilik yo'q.
Amma sadaqat buyurgan bolsa, yaxshilik buyurgan bolsa, kishilar orasini isloh qilib tuzitib qo'ygan bolsa, mana mush ishlarni Alloh rizoligini ko'zlab qilgan bolsa, bunda odamga biz katta ajr ato qilamiz deydi Alloh. Demak, mush oyatdan olgan bu mazmunni. Xo'sh, G'azalining o'zining so'ziga qaytib kelsak, endi sen olim ekansan, ahli ilm, ulamo ekansan, undaqda ulamoga bir qancha qilish tegishlik muhim qoida usuli bor. Birinchi niyati ko'tirishchan, kang qo'soq, sabrchan bo'lish kerak. Yana birisi niyat muloyim, qo'shiq kang bo'lish kerak. Bu so'zningki ostida mundaq debdi, ba'zi xabarlarda kelishicha, hatto shu kang qo'soq odam payg'ambar bo'lib qolg'ili tars qolgan deydi. Dunyoda eng utuq qozongan, niyat kuchli, haqiqiy davlatga, millatga xizmat qilgan podshohniki eng birinchi sifati nima degan vaqtida odil bo'lish bilan birga niyat kang qo'soq, aldirmaydi. Qo'shiq niyat kang, daryodek. Olimning yana bir adab axloqi ishlar bilan jamoatlar o'tirgan vaqtida niyat salmoq, tamkin, haybat bilan o'tirdi. Bu so'zning sharhisida mundaq so'zlar bayon qilingan. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: "O'lmaydigan hayot zotga tavakkul qilgin" deb shunday deydi. Undaqda buning ma'nosi sen o'ladigan odamga tavakkul qilgan vaqtingda sen keyin gangrab qolasan, o'lgandek qilam. Lekin sen o'lmaydigan hayot zotga tavakkul qilishing lozim. Sen yaşsan, Allah sana yeter. Allah sana kifoya. Ama ölüp gelsen sen rahim kılır sana. Ama söz talışış, gep talışış, jidal macera, gep oynutuş, külük qaqlap külüp gitiş, uyan tamaşaya g'arq qo'yib ketish, qalaymiqan o'rinsiz sharkat, nutqlar bilan, so'zlar bilan mashg'ul bo'lish. Buning hammasi bikotalatlikning, kibrlikning, Xudodan bexud odamning, g'aflatlik odamningki ish izlaridir. Amaliyotda Allohning jazosi nihoyat og'ir, Allohning g'azabi nihoyat qattiq. Bunda bu sifatli odamlar dunyo uchun yashaydigan odamlarningki xislati. Ulamolar bunday xislatlar yaşamaydi. Çünkü ulamolar Sahlut Tustarininki degan so'z bo'yicha ulamolar 3 turlik bo'ladi. Sahlut Tustarining deyishicha, olim Allohning amrini biladi, Allohning kunini emas deydi. Ular halol haram maslahati pastava beradigan kishilardir. Mana bu ilm Allohdan qo'rqadigan bir ixlos, bir qo'rqish, hayvat qaldırmaydı insanda. Yani bir türküm ulamolar var. Allah'ını biladi. Allah'ın ne emrini, ne günlerini bilmeydi. Mana bu umumyüzlük müminlerniki görünüşü. Yani bir türlük ulama bu. Allah'ını biladi. Allah'ın gününü biladi. Allah'ın buyruğun emrini biladi. Bunlar sıdıklar. Davamlıq bularning ixlosi qo'rqincha bir xil so'ng'unliq bularning chiroyida aks etgan. Yani bu yerdagi Allohning kunlari degan nima degan gap deganda, Allohning insonga ato qildigan xilma-xil tarixiy kunlar. Masalan, o'xshamagan, odamlar xiyol qilib boqmagan turli azob-uqubatlar, maxfiy ne'matlar, Alloh taolo burunqilarga bergan masalan xilma-xil baloy ofat o'xshash va yoki ularga bergan turli bayoshat turmushlarga o'xshash. Mush ahvolotlarni kim bilalisa, deb Xudoni yaxshi tushunadi, Allohdan qo'rqadi, qo'rqinchisi teg'imi bo'lgan sir haybatlik kuchiydi. Deyilishicha, Alloh subhanahu va taolo bir insonga ilm bergan vaqtida uni bilan bir xil kam qo'soqlik, kamtarlik, axloq, muloyimlikni bersa, mana bu foydali ilm bergan bo'ladi deyilgan. Chunki asarlarda deyilishicha, Alloh subhanahu va taolo bir insonga ilm, zoitlik, kamtarlik, go'zal axloq bergan vaqtida bu odam
taqvodorlarning sardori bo'ladi deb deyilgan. Endi G'azalining o'zining so'ziga qaytib kelsak, G'azali olimga tegishlik bo'lish tegishlik adab axloq qoidalaridan butun bandalarga mutakabbir bo'lmaslik. Ammo zolimlarga mutakabbir bo'lsa, bu bir yaxshi ortiqchilik. Chunki zolimlarga nisbatan ularning zulmidan cheklaydigan ig'ir ruhiy azob hamda. Turli anjumanlarda, so'rinlarda imkon qadar kamtarlikni o'ziga lozim tutgan yaxshi yoki kamtar bo'lgan yaxshi. O'yin chaqchaq, hazil chaqchaqlardan yiroq turgan yaxshi. O'quvchilarga muloyim bo'lish kerak. Oldiranғы tenteklarga nihoyatda salmoq, ig'ir besiq muomala qilish kerak. Galvon, do'trak odamni ulab qolsa, uni nihoyatda salmoq, yaxshi yo'llarga yetaklab, uni isloh qilish kerak. Uningga qo'pol tegib, yomonlab, bunday qilmaslik kerak. Ya'ni birisi bilmayman degan so'zdan o'zini olib qochmaslik kerak. Bundan nomus his qilmaslik kerak deydi. Bilmagan narsani cho'qim bilmayman deyish kerak. Yana biri savol so'g'uchiga nisbatan bilgan vaqtida uningga nihoyat umidvor, himmatlik muomalada bo'lish kerak. Uning savolini tushunish kerak, uning dalillarini quloq silib qabul qilish kerak, haqqi bo'ysunish kerak. Agar izib ketgan vaqtida haq bo'lgan vaqtda darhol haqqi qaytish kerak deydi. Bilmasmikin deb qolmasin deb vaqtdan yanilgan manda avval bo'lmasi kerak. Agar o'quvchiga ziyonli ilmlar o'rgatilayotgan bo'lsa, buningdan cho'qim cheklash kerak. Allohning rizoligi ko'zlanmaydigan foydasiz ilmlardan buni to'sish kerak. Yoki foydali ilm bilan Allohning rizoligini ko'zlamaydigan ixlossiz o'quvchilar qolsa, buni cheklash kerak. O'quvchini farz ayn turgan ahvolida farz kifoyaga munosabatlik ilmlar bilan mashg'ul bo'lishdan to'sish kerak. Yana birisi bu yerdagi farz ayn o'quvchi degan o'zining ichini va tishini, zohiriy va botiniy taqvolik bilan bezash. Masalan, da'vat qilish masalasi farz kifoya masalasi. Buni bilgan odamlar, tushungan odamlar, jamiyatni his qilgan, bilgan odamlar qilish kerak. Ilmni bilgan, jamiyatni bilgan, nima deyishni, nima qilishni bilgan odamlar qilish kerak. Ammo da'vat qildim deb har qanday o'qigan odam da'vat qilsa bo'lmaydi. Buzib qo'ydi. Ilmning maqsadi avval o'zini tonish. Xudo bilan bo'lgan o'zining munosabat doirasini yaqinlashtirish. Ilmning birdan-bir g'oyasi shu. Rivoyatlarda deyilishicha, ulamolar bilsa amal qiladi. Amal qilsa mashg'ul bo'ladi. Mashg'ul bo'lsa ular yo'qitildi. Ular yo'qitilsa talab qilindi. Talab qilinsa qochidi. Yani bu demakchi bo'lgani Xudo bilan insonning munosabati qanchaki yaqin munosabat bo'lgan sari dunyo bu odamga sezmas, hech qilmas. Ya'ni hech narsa xo'shaqmas bo'ladi dunyoning ishlari. Zerkidi. Xudo bilan bo'lgan munga qaytadi demakchi. Avval olim o'zini avval taqvolik bilan o'zini davomli nazorat qilishi, betishi lozim. Chunki o'quvchi avval shu ustozning amaliga, qilmishiga, harakatidan to'g'raydi. Ondan ikkinchi qatimlab uning so'zidan foydalandi. O'quvchining o'rgandig'ini ustozdan avval ustozning harakati, faoliyati, ondan uning so'zi. Bu so'zning shar'iy keltirilishicha, kim bilsa amal qiladi va o'qitadi. Mana bu odam qiyomat kuni osmon zamin doirasida azim, buyuk deb to'lin deganda, u boshqalarga yorug'lik ato qilgan bir quyosh kabi yorug' odamdir, yorug'dir. Boshqalar buningdan xushpuroq atir ambardan foydalangan o'xshash miski ambardir. Ammo biladi, amal qilmaydigan odamlar bir daftarga o'xshaydi-da. Boshqalarga foyda beradi, amaliyotni o'zi bilmaydi. Yoki bilay toshga o'xshaydi. Boshqa narsani ishtiglashtirdi pichoqni, ammo o'zi kesmaydi. Yoki jingni o'xshaydi deydi.
başqalarga kiyim tikidi, amaliyotda o'zi yalang'och. Yoki chirog'ning pilikiga o'xshaydi. O'zi kuyib, boshqalarga nur ato qiladi. Shoir bu vaqtda mundaq degan: "Men bir chirog' piltikishga o'xshab qoldim. Kuyman, kishilarga kuyib yorug'lik ato qilaman." Sen qanchaki ilm o'rgatish bilan mashg'ul bo'l, shu inson o nəhayət ağır bir vazifani o'z ustiga olgan bo'ldi. Buning mas'uliyati nəhayət ağır. Shuning uchun bu ilmdagi adab qoidalarini, usullarini, ilmga munosabatlik ishlarni nəhayət mukammal ravishda o'rgangani yaxshi dedi. Bugungi darsimiz mushag'icha bo'lg'ay. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.